Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kaderlik Facebook'taki dünyanın her kaysi joylardaki qarindoshlarım emmalarınki muşu vakti ve bununki vakti hayırlık olsun. Ben Abdülaziz Beştoğrak, İstanbul'daki dostumla. Sizler bilen birlikte bu Ramazan'da biz başlayan vaktimizde Hasan el-Basri'nin Kader Risalesi ve Mustafa İslamoğlu Ustaz'ınki şerhisi. Heytahun damallamnınki tercümesini birlikte ügünüp mangan. Bugün en ahırkı dersimiz kadarlı qarindoshlar. Tünügen 6-24 günü bütkül Türkiye'deki Türkiye vatandaşları, Türkiye fuqarası özlerininki kaderini yani seçimini yaptı. Yani kaderini bilet taşladı. Kim bizge başlık buldu dep. Bu mu ulanınki tallaş boğaçqa ulanın özününki təqdirini belgilegen bir gün boldu. Bugün en ahırkı netice ilan kılındı. Yine şu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye halkının lideri bulup devam kıldı kaderli qarindoshlar. Endi bugün biz şu Kader Risalesini en ahırkı derste turuptimiz. Bu 19 derste tügügen buludu inşallah. Dersini sağ salamet bütkürsek canım dostlarım. Aldığınki saatte biz Kur'an muhtediler, hidayetke erişkenler üçün emez, muttakiler mesuliyetçen kişiler üçün yol başlıqçıdır diyen mezmununu ügünüp dikenmez. Onu tekrarlı edip onu dinkin bir bölekni okuyumuz en ahırkı paragrafi Kader Risalesinin onun tercümesini. Onu dinkin Allah bendelerini mecbur kılmaydı, kılmagan, teklif kılgan diyen mezmun. Onu dinkin en ahırkı bir paragraf Kader Risalesi'den. Onu dinkin onun şerhisi Allah hatalık ve yamanlıkını üzüge emez, insana qaratgan dep onu dinkin hatimesini kıldırkenimiz, birdikemiz derisindeki. Anda olsa kulukunla tedbir yay sin dersleri Kader Risalesi de olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an muhtediler ini hidayetke erişkenler üçün emez, muttakiler mesuliyetcan kişiler, muttaki takva diyenli mesuliyetçallık eni diyen alette tercüme kılıdı. Adette bu ustazlar üçün yol başlıqçıdır degan. Sual, bu ayetning temisi bo'lgan ilahi hidayetni qandaq tushunish kerak debdi. El cevap, takva hukmini to'g'ri şekilde tushunmay turib hidayetni tushungili bo'lmaydi. Takva hukmini tushunish uchun Baqara surasi 2 ayetni to'g'ri şekilde tushunish lazım. Aldı bilen bu ayetki ko'z yugurtib chiqayli. Bu kitapta yani Kur'an-ı Kerim'de hiç şek yok. O muttakilerge takvadarlığa yetekçidir, hidayettir. Yani bu kitapta zalikel kitap la raybe fihi hudellil muttakin diyen ayet demek. Yani bu kitap dini başka kitap emez, kütüb-i sitte emez, kütüb-i tis'a emez. Bu Kur'an-ı Kerim ne demek? Ayetki hudellil muttakin muttakilerge hidayettir ibaresi avamның zihnideki okşaş hidayetni takvanın uluğu emez belki takvanı hidayetinin uluğu yerleştirmekte. Yani hidayetki erişkenler muttaki buludu emez. Eksçi muttaki boğallar hidayet tapudu demekte. Yani mesuliyetçen kişiler. Eğer takvanın uluda hidayet bolgan bolsa idi o vakitte ibaramında buluş gerek. Takvan lil muhtedin. Yukarıda örnekleri tilg'i ilingan irfan ahlinin takva iniqlemesi bütünley hidayetli takvanın uluğu yerleştirgen izahattır. Bundaq bolganda şu ara 106. ayetdeki okşaş kapırlığa qarıtılgan takvalardan bulmamsılar. Hitabedeki takva öz mənisini yo'qotmoqda. Birov muttaqi bo'lgan bo'lsa, hidayatga erishganlikdan bo'ladi.
hidoyatga muhtoj bo'lgan bo'lsa, texi muttaqi bo'lmagan bo'ladi. Shaklidagi tushuncha oyatdagi haqiqatni nazardan soqit qilganlikning natijasidir. Shu bir haqiqatki inson o'zining takomillashish chekining cheksiz ekanligini ifodalagan taqvo cheki yo'q safarga o'xshaydi. Mas'uliyat tuyg'usi birisining oxirlashish, yana birisining boshlanish nuqtasini tashkil qiladigan takomillashish jarayoni bo'lib, u kofirni iymonga, mu'minni ihsonga, muhsinni ikan, texmo cho'nqirilgan holda to'nib bitishga, munkirni irponga ulashtirdi. Baqara surasi 2-oyatda hidoyatdan burun mavjud bo'lgan va hidoyatga sabab bo'lgan taqvo tilga ilinmoqda. Hidoyatdan burungi taqvo mas'uliyat axloqidir. O axloqning ittirguchi kuchi bo'lgan Alloh oldidagi mas'uliyat tuyg'usi kishini hidoyat bosug'usiga elib keladi. Muhtadilarning hayotiga diqqat bilan nazar solgan vaqtingizda bu haqiqatni ko'rib yetalaysiz. Hidoyatdan burungi taqvoning, ya'ni mas'uliyat axloqi ekanligiga munosabatlik eng yaxshi o'rnak Rasulullohning shaxsiyatiga munosabatli bo'lgan tuvandagi 2 oyatdir. Sen haqiqatan buyuk axloqqa egisan. Qalam surasi 4-oyat. Sen vahiydan ilgari Qur'on va iymonning nima ekanligini o'qimayding. Shura 52-oyat. Bu 2 oyatni birlikda mulohaza qilgan vaqtimizda mundaq yakun chiqmoqda. Kitob va iymonning nima ekanligini bilishdan burun güzel axloqqa ega bo'lgan kishi, ondaqda kitob va iymonning nima ekanligini bilishdan burun ega bo'lgan güzel axloq nimani ko'rsatadi? O dal Abdullah o'g'li Muhammadni ish o'qiti qadr ahvol bir tijoratchilikdan qo'l uzgizib, yirog'i elib borgan mas'uliyat tuyg'usi edi. Bu tuyg'u shundoq yuqori darajada his qilingan bo'lib, natijada o olamlarga rahmat Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'ldi. Nima deganligimni tushuntirish uchun tuvandagi bir qancha misol kifoya qiladi. Makkaning fath qilinish jarayonida 60 yoshda musulmon bo'lgan va uningdan keyin yana 60 yil umr ko'rgan Hazreti Hadichaning tog'isining o'g'li Rasulullohning yoshlik davridagi do'sti Hakim bin Hizam bilan Rasululloh orasida mundaq bir dialog bo'lib o'tgan. Ey Allohning rasuli, jahiliyat davrida Alloh uchun ibodatga vaqt chiqaratdim, sadiqa beratdim, qul azod qilatdim va urug' tuqqanchilik munosabatiga rioya qilatdim. Mening bu amallarimga ajr bormi? Rasululloh, sen o'tmishda qilgan bu yaxshiliklar soyasida musulmon bo'lding. Buxoriy 1369, Muslim Iman 123, Musnad Ahmad 3434. Hakim bin Hizamning hidoyatdan burungi mas'uliyat tuyg'usi bilan qilgan muomalasi uni hidoyat bosug'usiga elib kelgan sabab edi. Hidoyatdan ilgirki taqvoning egisini hidoyat bosug'usiga elib kelishga munosabatlik yana bir misolga qarab boqaylik. Mashhur arab shoiri Farazdaqning bobisi Sa'a bin Naciye hem cahiliyet devrini hem İslam devrini beşini ötküzgen bir kişi idi. Bu zat cahiliyet devrinde tirik beti kömürvetilmekçi bolgan kız bovaklarını ailesinin setip elip kutkuzup keliş bilen tonulgan meşhur kişi idi. O bayan kılışça o bu yol bilen 360 kızını kutkuzup kağan. Naciye ana ismi buluşumu mümkün. Tonulgan ünvan buluşumu mümkün. Belki familiyasida yer algan ve nicatkar ma'nosini bildirdigan Naciye ismi onun bu hayırlık işi sebebinden onun berilgan buluşumu mümkün. Ya ki Sa'anın anısı mı bu şekilde kutkuzubelangan bir hanım buluşu ve bu amel
onun bu hayırlık işini kılışıda türtkülük rol oynayan buluşumu mümkün. Cahiliyet devrede vicdanının nidasıga kulak salgan bu cesur kişi Resulullah bilen boğan bir katımlık söhbetini mundaq nakil kılgan. Ey Allah'ın Resulü, men cahiliyet mezgilide bazı işlerini kıldım. O işler sebeplik bana bir savap ecir bağmı? Savap ve ecir bağmı? Tirik gümetiliş aldıda tuğan 360 bovak kızının hayatını kutkuzup kaldım. Her biri üçün 2 toyak 10 aylık hamile tügübədim. Bu iş sebeplik bana bir ecir bağmı? Dep sorudum. Resulullah, sana elbette onun ecri birildi. Mana bu sebepten Allah seni İslam'a müşerref kıldı. Tebarani El-Mecumul Kebir 7912 Fethul Bari 5630 Resulullah insanlar metalga oxşaydı. Cahiliyet mezgilede yaxşı boğan kişi, anlık kişi boğan bolsa, İslam'da mı yaxşı kişiler katarıdan boludu degende, aslida hidayettin ilgiriki hayatıda mesuliyetçilik bilen emel kılganlarını nazarda tutkan idi. Allah'ın İslam'ni Ömer bin Xattab yaki Amir bin Hişam yani Ebu Cehil bilen eziz kılgın deb dua kılgandı mı yukarıdaki düşünce noktasında turup hareket kılgan idi. Bu ahval aslında Maide suresinin 16. ayetini kandak düşünüşümüz gerekli aldığımızda turuptu. İnsan imanını tallaganda iman mı insanını tallaydı. Eksici buluşu mümkün emas. Yani insan Allah'ın yetekçiliki değişki bulunduğun hidayetki intilişi ve onu talep kılış gerek. Bundak boğanda Allah mı doğru yolga başlışını talep kılgan kişinin talepini kabul kılıp yolunu asallaştırıp durdu. Bu vəcidindir ki insanı hidayetki ulaştırdıgan nərsə onun hidayetten burunqa təqvasıdır. Hidayetten burunqa təqvası məsuliyet tuygusu bilen elip verilgan iş hareketleridir. Meselenin negizlik noktası boğan mesuliyet eni ufkumi bu noktadan elip etkanda mecburiyet yani zorlaş ufkumu bilen okşaşlığı ige. Yani mesul boğan kişi mecbur bolgan bolmaydı. Mecbur boğan kişi hergiz mo mesul bolmaydı. Şunun için la ikrahe fid din. Dinde zorlaş yok deydi Kur'an-ı Kerim. Dinde teklif ba. İnsan Allah'ın buyruk ve çeklimleri aldığı mehkum ve mecbur emez. Fakat mükellef ve mesuldur. Çünkü Allah insana buyruk ve çeklimlerine boysunuş ya ki boysunmaslık ihtiyarlığı yani erkirlikine bəgen. Bu iradenin hakkı bulup mana bu insanı barca məhlukatın üstün kılgan amil. Mana bu sebepten El-Basri'nin bu babda kösetken en ahırkı delili A'raf suresinin 96. ayetidir. Bu ayetin yanıga tüvendeki ayetnama koyuş gerek. Eğer ula Tevratqa, İncilga ve Rabbi tarafından ulağa nazil kılıngan kitaplara amel kılgan boz idi. Ular çokum ki üstülürüdün ve ayakları astedin rızıklangan bulattı. Yani asman ziminden kən rızık veriletti. Uladın bir cemaat doğru yoldudur. Ulanın nur kulları nime degen yaman iş kılgıcılaha Maide suresi 66. ayet. Qadirli qeyrindaşlar, əmdi biz Qadir Risalesi'den Hasan el-Basri'nin bir bölek okuyumuz. Ey müminlerin emri, şunu aklından çıkarmagaysan. Allah bendilerini kılmışlarına mecbur ve mehkum kılmagan bulup, o fakat eğer sizler munda kısanla, men musilaga munda kılımen degen. Ulanı özüge bendiçilik kılışqa, dua kılışqa
ve özünün yordam tilashga buyurgan hamda ularga qilmishiga yarasha mukofot ve jazo bergan. Agar bandalar onun huzuridagi xayrini talab qilsa, Allohmi ularga orqadan yordam evatidi ve o haqda osonlik ustiga osonlik, muvaffaqiyat ustiga muvaffaqiyat baxsh etadi. Allah inoyati bilan ularning yaxshiliklarga erishishini ve yomonliklarni terk qilishini osonlashtiradi. Chunki itoat qilib, onun huzuridagini tilgan kishi haqqidagi Allohning hukmi mana shundoq. Ey müminlarning amri, bu tushuncha ustida senmo obdan o'ylanib ko'rgin. Hargizmo Allah bandalarga harom qilgan narsalarni yana shu bandalarga taqdir qilgan. Avval ularga buyurib, uningdan keyin buyruqiga bo'ysunishga o'zi to'salg'i bo'lgan. Ularga qazoyi qadar qilib kutib etgan turug'liq, ularni da'vat qilish uchun yana elchilarni avatgan. Ondan keyin yana o'tish mumkin bo'lmaydigan to'salg'uni besib o'tib, da'vatga ijobat qilolmadi deb mangulik azobga duchor qiladi demagan. Allah bu zalimlar nisbat qilgan sifatlardan pokdir. O mutlaq ulug'dir ve tengdoshsiz buyukdir. Bu nadallar kimga e'tiroz qilayotganligini his qilishmayotgandir. Ular boshqa biriga emas, ulug' Allohga e'tiroz qilishyotidi. Chunki Allah mundaq deydi: "Iymon aytinglarki, bu sizlar uchun foydaliq." Nisa 170-oyat. Ammo bu nadallar guruhi mundaq deyishidi: ularni iymonga elib borilgan yo'l taqalgandir. Allohga da'vat qilguvchining da'vatini qabul qilinglar. Ahqob 31-oyat. Desa, bu nadallar Allah ularning ijobati bilan o'zining da'vati o'ttirisida o'tkili bo'lmaydigan bir to'saq paydo qilgan deydi. Allah Rabbinglardan kelgan cheksiz mag'firat uchun baslashinglar. Hadid 51-oyatda. Desa, bu nadallar ular qandaqmi baslishalusun? Allah ularni qilmishlariga mahkum ve mecbur qilgan deydi. Allah ular nimishqa iymon etmaydi? İnşiqoq 20-oyatda deb so'rasa, bu nadallar chunki Allah ularning iymon etishiga to'salg'i bo'ldi, ham ularni kufrga mubtalo qildi deydi. Allah, ey ahli kitob, haqiqatni bilib turib, nimishqa Allohning oyatlariga iymon etmaysizlar? Al İmran 70-oyat deb so'rasa, bu nadallar chunki Allah ularga kufrni qadar qilib etgan ve ularning qalbini pichatlib etgan deydi. Yuqoridagi misollarning hammasi Allohga e'tiroz qilish ve onunga yomon gumonda bo'lganligining eng gavdalik misollaridir. Endi sharhiga o'tamiz. Allah bandalarni mecbur qilmagan, taklif qilgan. İradəni bekarga chiqiradigan har qanday qadar tushunchasining oxiri berib to'xtaydigan yeri mas'uliyatsizlikdir. Mas'uliyatsizlik ikki turga ayrıldı. Birinci, iradesiz mas'uliyatsizlik. Bu xil mas'uliyatsizlik jazoga tortilmaydi. Sarangning mas'uliyatsizligi bu kategoriyaga kirdi. Sarang aqli bo'lmaganlik uchun onundan mas'uliyat surishti qilinmaydi. Uyqudagi odamning mas'uliyatsizligi mo bunun qatoriga kirdi. Uxlayotgan bir kishining boshqa bir kishining ustiga tushib ketib, uning o'limiga sababchi bo'lsa, o kishini qotil degili bo'lmaydi. Jazoga tortqilimi bo'lmaydi. Aqli qobiliyati taraqqiy qilmagan bemor sodir qilgan jinoyat tufaylidan jazoga tortilmaydi. Ikkinchi, iradaga ega mas'uliyatsizlik. Bu xildagi mas'uliyatsizlik javobgarlikka tortiladi, jazo olinadi. Ya'ni irodasi va aqli hushi joyida bo'lgan odam javobgarlikka ega. Bu vajhidan o mas'uliyatsizlik qila olmaydi. Agar mas'uliyatsizlik qilsa,
javobgarlikqa tortiladi. Mas'uliyatning diniy tildagi ifodasi taklif bo'lib, dinning barliq amr farmon va cheklamalari taklif deb ataladi. Bularga shar'iy nuqtadan taklif qilingan har qanday aql baliq inson mukallaf deb ataladi. Buning diniy tildagi ifodasi javobgardir. İmam el-Basri aytadiki, o Allah, agar sizlar mundaq qilsanglar, men sizlarga mundaq qilaman degan va ularga qilmishlarining jazosini yoki mukofotini bergan. Allah bundaq deyish orqali bandalarini oldin ola bekitib etgan amal qiliplariga mahkum va majbur qilmaganligini ifodalaydi. Allah bandalarini amal qilishda erkin azadi qo'yib etgan. İnsanlarga iroda bergan bo'lib, Allah insonlarni irodasi bilan tanlagan amallarida javobgarlikqa tortadi. Agar bandalarini ish harakatlarida erkin azodi qo'yib etishning o'rniga oldin ola belgilab etgan ish harakatlarini qilishga majbur va mahkum qilgan bo'lsa edi, bandalaridan taklif, ya'ni mas'uliyat, javobgarlik ko'tarib etilgan bo'ladi. Bandichilik mas'uliyati amaldan qolatdi. İman bilan inkar, haq bilan batil, savob bilan gunoh, yaxshilik bilan yomonlik, ma'ruf bilan munkar o'ttirisida hech qanday farq qolmagan bo'ladi. Allohning buyruq va cheklamalariga bo'ysunish bilan bo'ysunmaslik o'xshash bo'lgan bo'ladi. Ham imtihonning zururiyati qolmagan, iroda va aql ato qilishning hech qanday hikmati bo'lmagan bo'ladi. Bu ahvolda duo qilishmi behudalik bo'lib, hatto duo qilish Allohning qazoyi qadarini o'zgartishni talab qilganlik, uningga rozi bo'lmaganlik va qarshi chiqqanlik bo'ladi. Halbuki bizdan duo qilishni talab qilguvchining dal o'zi Allohdir. Undaqda duo qilishimiz bilan o'zgarmaydigan ish bo'lsa, Allah nimishqa duo qilishimizni talab qilmoqda? Nima uchun Allah men duo qilg'ichining duosini ijobat qilaman? Baqara surasi 186-oyatda shunday deydi. Undaqda bandaning duosini ijobat qiladigan Allah ular uchun kutib etgan qazoyi qadarini buzamdi. Agar qadar bandalarning orzu talablari va ish harakatlariga asosan buzilib, yangi boshdan yoziladigan bo'lsa, o chaqda qadarchilar Allohga bir tarafdan emas, balki hamma tarafdan bo'hton chaplagan bo'lmamdi. El-Basri keyingi bölümde ve bu düşüncenin Allah'a qaysi taraflardan bo'hton chaplaganlik bo'ladiganligini tafsili holda o'tirib qo'ymoqda. Shundaqla qadarchi pozitsiyasini Allah'a itiraz deb baholamoqda ve bu savolni qo'ymoqda. Bu nadonlar guruhi kimga itiraz qilishayotganligini his qilishmayotdi. Ular boshqa biriga emas, dal Janobi Allohga itiraz qilishidi. İmam el-Basri qadarchilarning Allohga qilgan itirazini oyatlar bilan dalillagan. Allah ular nimishqa iymon etmaydi? İnşiqoq 20-oyatda shunday deydi deb so'raydi. Bu savolga qadarchi zihniyatdagilar sen ularni ozdirib, kufrni ularga qadar qilganliging uchun deb javob bermoqda. Subhanallohi amma yasifun. Allah ularning sifatlaganlaridan to'lim yiroq va xolidir. Tavba astag'firullah. Nadonlar guruhining Allohga qilgan e'tirozlarini oyatlarni dalil qilib pash qilganlik uchun yana so'zlab o'tirishning hojati yo'q. Qadrli qarindoshlar, qo'limizdagi Qadar risolasi va sharhi degan bu kitobning eng oxirgi risoladan bir parcha paragrafni o'qiymiz. Shuning bilan bu kitap bilan xo'sh tushimiz. Qadrli qarindoshlar, yana bir sharhi va Allah xatolik va yomonlikni o'ziga emas, insonga qaratgan degandan keyin xotimiga tushimiz.
Men tercümesini okuyayım. Cenab-ı Allah Teala mındak deydi. Qaytınla, bu sizlarga paydalıqdır. Nisa 171. ayet. O nadallar bu ayetning ma'nosini men sizlarga qazoyi qadar qilgan narsadan qaytinglar. Bu sizlar uchun paydalıqdır deb gumon qilishudi. Halbuki Allah mındaq deydi. Allah'a üzerine to'qib chiqqan yolg'onni chaplamanglar. Taha 61. ayet. Yetimning meliga taki o balog'atga yetgan qadar yo'lliq usuldan boshqa ravishda yaqinlashmanglar. En'am 152, Isra 34. ayet. Allah yana mındaq deydi. Zinaga yaqinlashmanglar. Isra 32. Nahaq odam o'ltirmanglar. Isra 33. Ayetlerimizni erzan bahada setib etmanglar. Baqara 41. ayet. Ular yuqoridagi tushuncha bilan yana mundaq demekte. Allah Resuluga halalni haram qilishni qazoyi qadar qildi. Ondan keyin qazoyi qadar qilgan ishini qilganligi sabablik onunga bu ayet orqali malomat qildi. Ey nabiy, nima uchun Allah sana halal qilgan narsani ayollarının razılık için haram kılısan? Tahrim 1. ayet. Ular yine bu düşünce bilen mundaq deyişidi. Allah dastlabda Resuluga ruxsat qilishni qazoyi qadar qilib bekitib, ondan keyin uning ruxsat qilgan, uningdan keyin uni bu oyat bilan malomat qilgan. Ey nabiy, Allah seni kechirdi. Özrüsüde rastçılar bilen yalgancılar sana iniq bo'lmoqcha nimishqa ularga chiqmaslikqa ruxsat berding. Tavba 43. ayet. Nebilerden xatolik o'tkazganlar xatosini mutlaq holda o'ziga nisbat qiladi va hargizmo Rabbiga nisbat qilmaydi. Allah so'zlatgan höpüp Sulaymonga Belqis haqida mundaq degan edi. Onun ve kavminin Allah'ını koyup quyoshga cho'qinganligini bayqadim. Şeytan ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Ular to'g'ri yo'ldan adashdi. Naml 24. ayet. Qur'onda bunga o'xshash oyatlar ko'pdir. Bu sen mendan so'ragan masalaning javobidir. Ularni izohlab bayon qildim. Endi sen obdaroq o'ylab boqqin va bu vaqtdagi tushunchangni o'zgartgin. Çünkü o qalbga shifodir. Risale bu yerde ayaqlaşdı. Qadrli qarindoshlar, Hasan al-Basrining risolasi mana bu yerda tugidi. Hamda uning eng oxirgi bayatini o'qib o'tgan paragrafning sharhisini o'qiymiz. Allah xatolik va yomonlikni o'ziga emas, insonga qaratgan. Qur'on baştan ahir bu haqiqatni ifodalagan oyatlar bilan to'lgan. Biz bu yerda bir qancha misol keltirish bilan kifoyalanamiz. Shar, yomonlik fe'lining Qur'ondagi ishlatilishini oldingi temalarda chala qo'ymay hammani tilg'ilib o'tdik. Qur'onda shar Allohga emas, ya'ni yomonlik Allohga emas, izchil ravishda mahluqotlarga nisbat qilinadi va qaritiladi. Qur'onda zulm kelimesi variantları bilan qo'shilib 300 ga yaqin o'rinda ishlatilgan bo'lib, hech qanday bir yerda Allohga nisbat qilinmagan. Uning aksicha izchil holda Allohdan nafi qilingan va har doim insonga nisbat qilingan. Biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga zulm qildi. Hud 101. ayet. Bu sizlarning qilmishinglar tufaylidandir. Allah bendileriga zulm qilguch emasdir. Al-İmran 182. ayet. Yamanlık ma'nosini bildiradigan sui ve sayyi kelimesi Qur'onda 140 necha yerda ishlatilgan bo'lib, hammasida insonga nisbat qilingan. Masalan, kimiki birer yamanlık qilsa va yoki o'ziga zulm qilib qo'yib, andin Allah'tan mağfiret talep kısa, o Allah'ın mağfiret kılgıcı, naiti, mihriban ikenlikini körüdü. Nisa 110. ayet. Allah vədə qılğan savab, sizlərinin quruq arzuyunla
ve ehli kitapning quruq arzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimiki bir yomonlik qiladigan, buning uchun dunyo va oxiratda jazolanadi. O o'zi uchun Allohdan boshqa hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Nisa 123-oyat. Qur'onda fasad kelimasi variantlar bilan birga 50 o'rinda ishlatilgan va hammasida insonga nisbat qilingan va qaratilgan. Tuvandagi misollarga qarab boqaylik. Alloh elchilarni avatib yer yuzini tuzgandan keyin yer yuzida buzuqchilik qilmanglar. A'rof 56-oyat. İnsanlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Allah ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismini jazosini ularga tetitdi. Rum 41-oyat. Qur'onda yana xato kelimasi variantlar bilan birga 22 o'rinda ishlatilgan va izchil holda insonga qaratilgan. Masalan, undaq emas, kimki gunoh qilsa va gunohga cho'mib ketsa, ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Baqara 81-82-oyat. Bu oyatlarda gunoh va xato, shundaqla iymon va solih amalning egisi izchil holda insondir. İmam el-Basri Qur'onning nabiylarning xatoligini tilga olganligini, xatoligi ko'rsatilgan har yerda nabiylarning xatoligini Rabbiga emas, balki o'zlariga nisbat qilganligini ta'kidlaydi. Bir qancha misol ko'rsatib o'taylik. Hazrati insonning simovliq otasi Hazrati Odam va rafiqasi jannatda o'zlariga qo'yilgan ilohiy cheklamalarga rioya qilmay Allah'a asi bo'lgan vaqtda Rabbim senin qazoyi qadaring bu ekan demagan edi. Buning dal aksicha Rabbimiz biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz. A'rof 23-oyatda shundoq degan edi. Hazrati Nuh iymon kemasiga chiqmagan o'g'lining ko'z oldida bo'g'ilishini qabul qila olmay qoldi va u mening oilamdan edi dedi. Rabbidan ogohlantirish xarakteridagi shu javobni oldi. Ey Nuh, shubhasizki o sening oilangdan emas. Bu qiliqing yaxshi bo'lmadi. Hazrati Nuh darhol Rabbidan, Rabbim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang va rahim qilmasang, ziyon tortquchilardan bo'laman. Hud 47-oyatda shundoq deb bu so'radi. Hazrati Musa bir musht bilan nohaq odam o'ltirib qo'yganda Rabbiga buni menga sen qildirding. Bu sen menga yozgan qazoyi qadar edi demidi. Aksicha Rabbim, men haqiqatan o'zimga zulm qildim, meni mag'firat qilgin. Qasas 16-oyatda ana shundoq deb duo qildi. Hazrati Yaqub xatoligini Rabbiga emas, o'ziga nisbat qilib, Rabbim, men o'zimga zulm qildim. Naml 44-oyatda shundoq degan edi. İsrail o'g'illari Fir'avndan qutulgandan keyin Fir'avnning qavmining tangrilaridan biri bo'lgan Kala Hatorning muz yig'i cho'qingan. İlahi kalam ularni Allah azdirib etdi. Chunki Allah xolig'ini azdirdi demasdan, ey qavmim, sizlar muzayni mabud qilib, haqiqatan o'zinglar zulm qildinglar. Baqara 54-oyatda shundoq degan edi. Yuqorqi mazmun musibat uchun o'xshash kuchga ega. Musibat kelimasi zulm, su'i va xatoliklarga o'xshash, Allohga emas, insonga nisbat qilinadi. Sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga
her qandaq bir musibet yetse, o sizlarning qilgan gunohinglar tüpeyledin kelgen buludu. Şura 30. ayet. Şüphesiz ki Kur'an'ı baştan ahir bununla okşaydıgan örnekler bilen tolup taşkan. Kur'an baştan ahir bununla okşaydıgan örnekler bilen tolup taşkan. Mukarrer ki Allah hakikatni bayan kılıdı. Kaderli kırımdaşlar, emdi Hatime degan yerga keldik, canım dostlarım. Hatime, yani kolumuzdaki bu birlikte ügünüp atkan Hasan el-Basri'nin Kader Risalesi ve Mustafa İslam oğlu Ustaz'ınki şerhisi. Finlandiya'daki Heytafon Damolla'nınki tercümesi. Birlikte ügünüp attığımız en ahirki betlerimiz. Kaderli kırımdaşlar, güzel bir kitapını tükettik yine. Hatime, Allah hemmige kadirdir. Mevcudat alemide hemme narsa onun takdiri bilen vücutga çıkıdı. Onun takdirisiz hiç narsa ro'yobga chiqmaydi. Allah'ның bir narsani taqdir qilishi, o narsani bir o'lcham bilan yaratib, onunga bir qonuniyat, holat, vaqt, makan, muddat belgilishidir. Onun taqdirining sirtida hech narsa bo'lmaydi deganlik, o hiçbir narsani qonuniyatsiz, maqsadsiz yaratmagan deganlikdir. Yaratgan her şeyini bir kadar ölçem bilen yaratışımı onun takdiridir. Allah köz bilen körgülü bulunduğun ve körgülü bulmaydıgan iradesiz mevcudatlarının takdirini özü belgilegen kanuniyetlerine tabi kılgan bulup, vahiy o kanuniyetlerini Allah'ın sünneti, yani sünnetullah dep ataydı. Allah'ın sünnetide herkesme kılçılık, özgürüş ve bozuluş bulmaydı. İradesiz bir mevcudat tevbe boğan kader sünnetullah'tır. Bunu statik, yani özgeremez kader değişkimi buludu. İnsana okşaş iradeki iki mevcudatları kelsek, birinci, iradesine tevbe boğmagan ehvallar ve hadiseler. İnsanın DNA, kan tipi, gen xaritasi, rengi ve boy turqi, igizliki qatarlıq nurgun alayidlikler insanın iradesinin sırtıdır ro'yobga chiqadi. Bular xuddi yuqoridagilarga o'xshash Allohning sunnatiga ve taqdiriga munosabatlik bo'ladi. Ikkinchi, inson irodasiga tabe bo'lgan vaqa ve ahvollar. Allah iradəyə təvə bolğan iş hərəkətlərinin təqdirini amanet qılğan, iradəyə tapşırğan. İradənin üzümü Allah'ın təqdiridir. İnsan iradəsi bilən qılğan qılmışlarının cavabkarlıqqa tatılıdır. Onu cavabkar qılğıçımı insana iradəni amanet qılğan Allah'tır. İnsan iradəsinə münasibətlik bolğan iş hərəkətlərdə insanın təqdiri, yəni qədəri tallaştın ibarettir. Bunu dinamik, özgürüşçan kader, yani takdir deyişki buludu. Cenab-ı Allah en mükemmel revişte yaratkan insanın halişini, tallışını halıgan. Bunun için özünün kulli iradesinin içine insanın cüz'i ihtiyarını koygan. Kulli yaratışının içine insanın cüz'i yaratışını koygan. Bu arqılıq insanın tanlaş hareketi bilen özünün yaratış oturusu hiç münasibet onatkan ve insana kadar kıymet koşkan. İnsanı zamanın ilkideki şeyi buluştan kutuldurup zamanın tizginini ilkide tutkuçu kıgan. İnsan bu arqılıq Allah bilen birlikte tarih yaratış şerefine erişken. Allah öz zatıga özü guvahçıdır. Allah adaletini berpa qilgan holda guvohlik berdiki, buningdan boshqa hech mabud berhaq yo'qdir
Al-İmran 18. ayet. Biroq o insonning mo o'ziga guvohchi bo'lishni iroda qilgan. O'zining guvohligining yeniga insonning mo guvohligini qo'ygan. So'zning meg'zi Rabbimizning so'zidir. Biz fanilarning so'zi faqat va faqat boqiy bo'lgan Allohning so'zining ostiga yozilgan bir izoatga o'xshashdir. Ulug' Alloh men xohlagan kishi iymon etadi, men xohlagan kishi kofir bo'ladi demidi. Aksicha xohlagan odam iymon etsin, xohlagan odam kofir bo'lsin dedi. Keyf 29. ayet. Ulug' Alloh hidoyatinglar va zalolatinglar peshonanglarga putilib etilgan demidi. Kimki hidoyat topadi ekan, hidoyat topganligining foydasi onun o'zi uchundir. Kimiki ozid ekan, ozg'inlikning ziyni onun o'zi uchundir dedi. İsra 15. ayet. Ulug' Alloh duo qilsanglarmi, qilmasanglarmi farqi yo'q. Nimani kutgan bo'lsam shu bo'ladi demidi. Menga duo qilinglar, men duoyinglarni qabul qilaman dedi. G'afir 60. ayet. Ulug' Alloh sizlar men kutgan yo'lda mengishga majbursizlar demidi. Xohlagan kishi ravus yo'lda mansun dedi. Tekvir 28. ayet. Ulug' Alloh beşinlarga kelgan musibat men sizlarga putayotganlikdandir demidi. O sizlarning o'z qilmishinglardan bo'ldi dedi. Al-İmran 165. ayet. Ulug' Alloh biz her insonning tirishchanligini o'z qazoyi qadariga bog'liq qildik demidi. Del aksicha her insonning qadarini öz tirishchanligiga bog'liq qildik dedi. İsra 13. ayet. Ulug' Alloh men iymon va solih amallarni putayotgan kishilar nijotga erishidi demidi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar nijotga erishidi dedi. Asr 3. ayet. Ba'zilar Allohning bir so'ziga ishinib, yana bir so'ziga ishonmaydi. Allohning har narsani yozganligiga ishonadi. En'am 59. ayetga. Biroq Alloh xolig'ini o'chirdi. Raid 59. ayetga ishonishda ikkilanadi. Allohning yozish qudratiga ishonadi-yu, yozg'inini o'chirib etish qudratiga ishonmaydi. Ba'zilar Allohni hükmünün mahkumi deb qaraydi. Hükmünün hakimi deyilmaydi. Ba'zilar qadarchilikka bahona sabab sifatida Allohning ilmini o'ziga dalil qiladi. Bunda qilganlar Allohning o'zining ilmiy ma'lumotiga mahkum qilishganliklarini his qilishmaydi. Allah öz zatini tunuşturup mundaq deydi. Ve huvel khallaqul alim. Allah mahir yaratqucudur, hemmini bilgücüdür. Yasin 81. ayet. Bazılar onun hemmini bilgücü alim işkenligi işinidu. Biroq her daim yaratıp tuğucu xallaq işkenligiga to'liq ishonmaydi. Xallaq deganlik yaratish ishidan birdan bo'lsa-mo qo'lini uzmagan deganlikdir. Xallaq deganlik yaratish ishini zotiga hunar qilgan deganlikdir. Xallaq deganlik inson kishiligining har vaqt yangidan yaratilganligini insonga xabar berish deganlikdir. İnsanning özünü o'zgartirish qobiliyatini Raid 11. ayetdagi insonga eslatib turishdir. Demisimi Hazreti Resulullah'ning ikki kuni o'xshash bo'lgan kishi ziyon ishididir degan so'zi Xalloq ismining sirg'i bilib yetgan bir aqlning chiqargan yakunidir.
Allah'ın Hallaq ekanligiga iman aytish, Allah'ın hamma narsani yezib pütüp etib, andın bir chetga chiqib, her narsadan qo'l uzganligi tushanchisini rad qilganlikdir. Chunki Allah her vaqt hayotga ve mevcudiyetga aktif aralashadi. Yani Allah her vaqt vücutga chiqaradigan ishlar bilan bo'lib, ularni yaratib turdi. Ahvollarni yangilab turdi. Mahluqotlarni paydo qilib turdi. Rahman 29. ayet. Allah'ın Hallaq ekanligiga iman aytish, Allah irade, akıl ve vicdan ata qilgan insan hayatının dal içide ekanligiga iman aytganlikdir. Bununla iman aytish bendenin iradesi bilen ro'yobga chiqqan ish hareketlerinin Hallaq bo'lgan Allah'ның keyingi bosqichda yaratishiga sebep bo'ladiganligiga iman aytishdir. Bununla iman aytish paytga mahkum bo'lmaslikdir. Bu payt mayli o'tmish yoki bugun ve yoki kelgusiga mansub bo'lishdan qat'iy nazar hech biriga mahkum bo'lmaslikdir. Nafsiga qarab, agar sen qilsang, Hallaq bo'lgan Allah senin hareketinge münasip bir yaratish bilan hayotga daxil bo'ladi, yaratishni yangilaydi deb iman aytishdir. Chunki Allah akıl ve irade bilan imtihan qilgan insonning emgikiga hürmet qiladi. İnsan fakat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'radi. Necm 39. ayet. Ey insan, Allah sana amanet kılıp tapşırgan iradege hürmet kılıdı ve emgikini kadirleydi. Ondaqda sen mu öz iradenge hürmet kıl. Öz emgikinge hürmetsizlik kılma. Hürmetsizlik kılmakın ki Nemrutlarga, Firavunlarga, Ebu Leheblarga, qısqası zalimlarga ve diktatör hakimiyetlerge bahane bulup bermisin. Emgikinge hürmetsizlik kılsan, Allah'a hürmetsizlik kılgan bulusen. Çünkü sen Allah'ın bir vasıta ecir sündürgen emgikiksen. Kadirli kırındaşlar, şunda kılıp bugün bu Hasan el-Basri'ninki Kader Risalesi ve Mustafa İslam oğlu ustazdınki şerhisi bilen Avrupa Uyghur Neşriyat tarafından neşir kılıngan Heytaxon hacikimiz tarafından tercüme kılınıp bizden okuşumuzga sunulgan bu kitap güzel bir kitap. Mişede tügüdü. Hem de 48 dakika boptu kadarlı kırındaşlar. Hem de bu dersini anladınlar, bu kitabını belki okudunlar, Tor kitapta koyup koygan, grubumuzda Facebook'ta Tor kitap deb Uygurca izleseniz bir grubu çıkıyordu. Aşağıya azab buluş iltimasına sunsanlar bu kitap çıkıyordu kadarlı kırındaşlar. Mustafa İslam oğlu, Yakımız Abdülaziz Bayındır ve Yakımız Kur'an merkezlik tədqiqat bilan şug'ullangan, kitap yazıvatgan, nurg'un derslerini kılgan bu ustazlar 30 yılının yankısı, 30-40 yılının yankısı üzlüksüz izlenip kilovatı da kadarlı kırındaşlar. Bizden bazı kişiler, yani bu kişilerge töhmet kılıp kaderini inkar kılıdı deydi bu adamın için. Bu kaderini inkar kılmaydı bu adamlar. Hasan el-Basri mi kaderini inkar kılmaydı. O Risale'nin hizigli. Ama şu imanın Kur'an'daki 5 asasıga 6. iman kaderini yani Allah şerrihi ve hayrihi diyenliki yamanlık mı, yaxşılık mı Allah'tan diyenini qandaq qilib imanın 6. asası Kur'an'a, yani Allah belgilegen
6 imanға, 5 imanға Qur'andaki 6-cısı qilib bekitib etganligini, şe'rga chaplaganligini, xalqni qandaq qilib qon qustirganligini shu vaqtda. Hozir kamgacha an'anaviy islomda bizga buni 6-cısını iman, ya'ni qadarni iman deb sunganligini biz bu kitobni o'qish jarayonida ko'rdik. Qur'oni qadar ninki qandaq bo'lganligi, uni qandaq qaysi oyatlar orqali qandaq tushunilganligini biz tushunib yetdik qadrli qarindoshlar. Demismi? Hech qanday kitob o'qimagan, diniy jihatdan hech qanday bir savodi yo'q. Bir ziyolidan so'rab baqsanglar, ularning kallasida shundaq narsa bor. Ya'ni har inson o'z taqdirining tumirchisidir degani bor. Deydigan bir nimani so'zlaydi. Uningdan keyin taqdir sening qo'lingda. Sen o'zingning taqdirining qanday bo'lganligini o'zingning tirikchilik orqali, mas'uliyatchilik orqali belgilaysan deydi. Yeni birisiga yaratish mendan, yaralishing o'zingdan debdikan deydi. Bu degani Allah bizni shunday yaratdi. Biz endi qanday inson bo'lishimizni o'zimiz belgilaymiz deganlik bo'ladi qadrli qarindoshlar. Onundan boshqa her inson o'z taqdirining tumirchisidir. Giganit, plattek bir haqiqat ma'lum degan maqol tamsilmi bor. Bu insonlarningki turmush, Uyg'urlarningki turmush, butkul insonlarningki turmush tajribasi natijasida chiqqan hikmatlik so'zlar, maqol tamsillar qadrli qarindoshlar. Mana buni Qur'ondan izlasakmi, shundaq ekanligi ko'rinib turibdi qadrli qarindoshlar. Shunimiz hozir biz bu holga qanday kelib qoldik? Allah bizning peshonamizga mushuni yezib etganmidi? Bu bizning taqdirimiz mush ekan deb o'ltirmasdan zalimga qarshi turib, onun abdi bashresini echib, qalbimizdagi oldi bilan yolg'on qadarchilik, sho'r peshona yoki bo'lmasa peshonamga nima yozilgan bo'lsa shu deydigan shunday qadarchilik zanjirini üzüp tashlamasak, o'zimizning taqdirini mangu o'zgartirmaymiz qadrli qarindoshlar. Shuning uchun biz tirishayotimiz, oldi bilan o'zimizning tushunchasidagi xato ketgan yerlarimizni o'zgartmasak, Qur'onni qo'limizga olmasak, Allah dinning egisi ekan, onun kitobi Qur'on ekan, biz Qur'onni texmi yaxshi o'rganaylik, tushunaylik, o'lcham shu ekan, taqdir bir o'lcham ekan, mushu nimaga salayli, o'zimizni mushu mizonga salayli, selib texmi yaxshi odam bo'layli, Allohga yaraydigan inson bo'layli, Allohni tushunayli, uning 99 sifati 2000 betlik kitob bor inshaalloh, uni tarjima qilishga kirishimiz mushu yilning oxirida inshaalloh onu bizga nasib qilsin ulug' Allohga. Biz ibodat qilayotgan Allohni Allah o'zi Qur'oni Karimda 99 asmasida tushuntirib qo'yganlik qarindoshlar. Biz shu asmalari orqali, shu go'zal sifatlari orqali uningdan Allohni haqiqiy turida tushuna olamiz. Agar biz o'zimiz ibodat qilayotgan, biz uningga qulmiz devatgan, uningdan har zaman tilavatgan, shunda bir Allohni tushunmasak, Peygamberimizni, Resulümüzni tushunmasak, onu Qur'oni Karimda Nabi ve Resul deb olganligini, qanday yerda Nabi deganligini, qanday yerda Resul deganligini deb xitob qilganligini yaxshi bilmasak, bizning taqdirimiz o'zgarmaydi qadrli qarindoshlar. Shuningdek, bu kitobni yaxshi o'qinglar, tavsiya qilinglar. Eng muhimisi Qur'onni qo'lingizga ilinglar, Uyg'urchasini o'qinglar, inglizchasini, xanzurchasini qaysi tilda yaxshi bilsangiz o'qinglar, ma'no tarjimalarini bir-biriga selishtirib o'qinglar jinim do'stlarim. Hayotinglar, qallanglar, shu zihninglar Qur'on bilan to'lab ketsin, oyatlari bilan hayotinglar shuning bilan barpo bo'lsin, shuning bilan insho bo'lsin. İnşallah kalbimizdeki bu xato tushunchalarni pachoqlab tashlagan vaqtimizda, qadarchilik zanjiridan qutulgan vaqtimizda, undan keyin biz
haqiqiy nusratga erişalaymiz. Allah bizga nusrat ato qiladi. Unda bo'lsa, bu dersimiz mishada tugidi. Hammanglarning qadarining, taqdirining en güzel şekilde buluşunu tilaymiz. Qadrli qarindoshlar, Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yeni bir xo'sh xabarim bor. Nimeningki biz o'zimizda Hanefi deymiz-ku. Hanefi mezhebinin qurg'uvchisi deydim. O o'zi bir mezheb qurgan inson emas aslida-chu. Hanefi İmam Ebu Hanife'ninki siyasi fiqhisi bo'lgan İmamlar ve Sultanlar degan bir kitap var. Şu kitapni başlaymiz qadrli qarindoshlar. Anda olsa Allah'ın özgü amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.